Akdiana hududidan xonadon izlagan mijozlarimiz, assalomu alaykum. Skvoznoy planirovkaga ega bo'lgan 5 qavatli binomizning birinchi qavatida sotuvga tushgan 3 xonali xonadonimizni e'tiboringizga havola etamiz. Demak, shundoq podyezddan kirish qismini ko'ryapsiz, anchagina keng. Keling, marhamat operator, mana bu yerda bitta xonamiz mavjud. Buni jessica xona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Xonadonimiz birinchi qavatda joylashgani uchun o'zini mashinalar qo'yish uchun ikkita mashina sig'adigan parkovka qismi ham mavjud. Bu yer esa albatta shinamgina oppoqqina qilib ta'mirlangan. Kattalar yotoqxonasi yoki mehmonxona sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Darvoqe shuni ham aytib o'tamiz, mana bu yerdan podval qismiga kirishning imkoniyati ham bor ekan. Buni xonadon egalari aytib o'tishdi. Marhamat, keyingi xonamizni e'tiboringizga havola etamiz. Xonadonimiz sifatli va chiroyli qilib ta'mirlangan. Shundoq kirib, jihozlaringiz bilan kelib yashasangiz bo'ladigan shinamlikni o'z ichiga olgan. Bu yerda esa marhamat, yo'lak bo'ylab sanuzelimizni va oshxona qismini ko'rishingiz mumkin azizlar. Kafel qilingan joylar to'pli pol hisoblanadi. Bu yer esa oshxonamiz high-tech uslubida ta'mirlangan. Oshxona qismidan albatta hovli qismiga chiqishning imkoniyati ham bor azizlar. Xonadonimiz shinamgina va 3 xonali skvoznoy planirovkaga ega bo'lgan xonadon izlab yurgan mijozlarimiz uchun ushbu o'yinimiz ayni muddao. Ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilsangiz, narxlari va to'liq holatini ko'proq ma'lumotga ega bo'lib olishingiz mumkin bo'ladi. Barchangizga yoqimli xaridlar.